Mavzu Rim Respublikasi respublikani boshqarish. Rim hukmdorlari muhim masalalarni muhokama qilish uchun xalq majlisini chaqirganlar. Xalq majlisi urush e'lon qilar, sulh tuzar, qonunlarni tasdiqlar va bekor qilar, barcha muhim mansabdor shaxslarni tayinlar edi. Bu majlisning qarorini senat tasdiqlagan. Lotinchadan tarjima qilinganda senat so'zi oqsoqollar kengashi degan ma'noni anglatadi. Rimning tub aholisi patritsiylar, Rimga ko'chib kelgan odamlar va ularning avlodlari plebeylar deb atalgan. Rim boshqaruvida faqat patritsiylar ishtirok eta olar edi. Miloddan avvalgi 6-asr oxiridan Rim davlati respublika deb yuritila boshlangan. Lotinchadan tarjima qilinganda respublika so'zi xalq ishi, umumiy ish degan ma'nolarni anglatadi. Xalq majlisi patritsiylardan 2 kishini 1 yil muddatga hokim qilib saylagan. Ular konsullar deb atalgan. Badavlat odamlar turli yo'llar bilan saylovchilarni o'z tarafiga og'dirishga harakat qilgan. Bepul tushlik uyushtirishgan, sovg'a-salom tarqatishgan va shunga o'xshash ishlarni amalga oshirishgan. Saylov kuni konsullikka o'z nomzodini qo'ygan badavlat quldorlar kandida deb ataluvchi oq harir libos kiyib olishgan. Hozirgi kunda kandidat, ya'ni qandaydir lavozimni egallashga harakat qiluvchi nomzod shaxs ma'nosini beruvchi so'z ham kandidadan kelib chiqqan. Oq rang nomzodning vijdoni ham uning libosidek beg'ubor va pokiza ekanligini bildirgan. Senat mamlakatda katta hokimiyatga ega bo'lgan. Birorta ham qonun senatda muhokama etilmasdan turib, xalq majlisi tomonidan qabul qilinmas edi. Asosiy mansabdor shaxslar, konsullar esa bevosita davlatni boshqarar edilar. Qadimgi eng tajribali va hurmatli kishilar senatda o'rin egallagan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan konsullar hech bir saylovsiz senatda o'rin egallab oladigan va uning umrbod a'zosiga senatorga aylanadigan mavqega erishdilar. Urush boshlangan taqdirda yoki xalq qo'zg'oloni ro'y berganda diktator va uning o'rinbosari otliq qo'shinlar boshlig'i etib tayinlanar edi. Diktator cheklanmagan hokimiyatga ega bo'lgan, ammo u hokimiyatda 6 oydan ko'p tura olmas edi. Har bir konsulni 12 kishidan iborat faxriy qorovul, lektorlar qo'riqlab yurar edi. Konsul jinoyatchilarni jazolash imkoniyatiga egaligi alomati sifatida lektorlar yelkalariga xivich bog'lama taqib yurishardi. Bu bog'lamaning o'rtasida boltacha bo'lar edi. Konsullar 2 nafar bo'lib, ular muhim masalalar hal etilayotganda bir-birlari bilan maslahatlashib olishi kerak bo'lgan. Konsullar yil davomida Rim respublikasini boshqarib, rimliklarni sud qilar edi. Harbiy davrlarda esa ular qo'shinlarga qo'mondonlik qilgan. Har yili ular xalq majlisiga hisobot berardi. Rim respublikasida xalq tribuni lavozimi ham ta'sis etilgan edi. Xalq tribunlari qashshoq rimliklar manfaatlarini ifoda etgan. Ular majlislarda barcha fuqarolarning teng va yashirin ovozi bilan saylanar edi. Xalq tribuni veto, taqiqlayman so'zini aytishi mumkin bo'lgan. Bunday holda qonun qabul qilinmas edi. 12 jadval qonunlari. Qadimgi Rim qonunchiligi og'zaki qonunlarga asoslangan edi. Sud majlislarida ishtirok etuvchi patritsiylar ko'pincha adolatsiz qarorlar chiqarar edi. Plebeylar talabiga ko'ra qonunlarning yozma majmuasini yaratish uchun senat 10 ta patritsiydan iborat hay'at tuzishga majbur bo'lgan. Qonunlar tuzilgan bo'lishiga qaramasdan patritsiylar o'z mansablaridan foydalanishda davom etgan. O'shanda asosan plebeylardan iborat bo'lgan Rim qo'shinlari isyon ko'taradi.
Ular Rim atrofidagi muqaddas tog'ga ketib qoladilar va o'z qonunlariga ega bo'lgan yangi shahar tashkil qilamiz deb ogohlantiradilar. Shu tariqa 12 ta mis lavhaga o'yib yozilgan qonunlar hamma ko'rishi uchun Rimning markaziy maydoni forumga joylashtirilib, qabul qilingan. Mazkur qonunlar xususiy mulkni daxlsiz deb e'lon qildi, ammo ular asosan plebeylar va patrisiylar tengsizligini qonunlashtirgan. Faqat miloddan avvalgi 3-asr boshlariga kelib, Rimning barcha fuqarolari mavqeyidan qat'iy nazar, qonun oldida teng deb hisoblanadigan qonunlar qabul qilgan. Bugungi mavzuimiz mana shulardan iborat edi. Diqqat bilan tinglashingizni va e'tiborli joylarini hisobga olib qo'yishingizni so'rab qolaman.